Bizning markazimizga vroshiy nokot, ya'ni tirnoq et ichiga o'sish bilan bemorimiz shikoyat qilib keldilar. Hozir bu bemorda birinchi darajali et ichiga o'sishi, ya'ni vroshiy nokot. Hozir bularni ko'ramiz va bularga qanaqa tashxislash va qanaqa plastinka qo'yishni ko'rib bemorga tushuntirib beramiz. Xo'p, tirnog'ingiz qanchadan beri ichiga o'syapti? Aytib bera olasizmi? 2-3 oydan beri xirurgga murojaat qildingizmi yo murojaat bo'lmadimi xirurgga? Murojaat bo'lmadi. Birinchi bizga murojaat qildingiz. Mana bemorni oldida biz sterilli instrumentlarni ochmoqmiz. Albatta bemorni tirnog'ini birinchi ko'rikdan o'tkazamiz. Yon qismlari va qanaqa darajada o'sayotganiga qarab tirnoq plastinkalariga qanaqa temir tushishini podbor qilib beramiz. Sizni tirnoqlaringizga titanoviy nit degan temir bor. Titandan qilingan o'sha temir tushadi va juda yaxshi yordam beradi. Sizni ikkita taraflama qo'yiladi u temir va lazer orqali qotiriladi. Endi bizda 3-4 xil temir bor, lekin sizni tirnog'ingizga bu temir tushganligi uchun bizani oldimizga 2-3 marotaba kelasiz lecheniyaga, ya'ni davolashga. Va tirnoqlaringizni yon qismi, ya'ni o'sha kirib turgan qismi sekin ustki tarafga chiqib, to'g'ri chiqishini ta'minlab beradi. Agar sizlarda ham shunaqa muammo, ya'ni tirnoqli et ichiga o'sishi, vroshiy nokot bezovta qilsa, albatta bizning markazga murojaat qiling.